karis qayniniz chanchun sushi deb qolsa, tarjimasi keling qo'lingizdan bir sushi yeylik desalar, garang bo'lib o'tirmasdan tezgina shu retsept bo'yicha chaqqonlarni sushisini tayyorlab bering. Guruchchi retseptini opisiyaniyada yozib qoldiraman, siz tartibini ko'rib oling. Agar uyingizda sushini mahsulotlari yo'q bo'lsa, tezgina zamonaviy kelin bo'lib Korzinka.go ni yuklab oling. Korzinka.go'da birinchi 3 ta zakaz uchun 30 mingdan 90 ming skidka bo'ladi. Har hafta 1+1 aksiyalari ham bo'ladi. Zakazingiz 250 mingdan oshsa, uygacha besplatni dostavka ham bor. Qaynatilgan tovuq filesini qo'limizdan shunaqa titib chiqamiz. Tvorojni sir, mayonez solib yaxshilab aralashtiramiz. Guruchchi stiklarni idishga press qilib solasiz. Ketidan nori, bodringlarni ham to'g'rab, to'g'ri massa bilan yopamiz. Idishga yaxshi eriydigan sirriq qirg'ichdan chiqazib, lososli ikra, mayonez yaxshilab aralashtirib, ustidan surib chiqamiz. Agar sizlarga losos yoqmasa, so'masanglar ham bo'ladi. Duxovkada 20 minut sirlari eriguncha qo'yamiz. Ustiga teriyaki sous va kunjutlar bilan bezaymiz. Bu sushini tayyorlab bersangiz, любой qaynanaga yoqasiz, chunki juda ham hamyonbop. Albatta tayyorlab ko'ring. Sushi xor dugonangizga yuborib qo'ying. Yoqimli ishtaha.